kirib, solih amallarni qilganlarga xushxabar beringki, ular uchun ostilaridan anhorlar oqib turuvchi bog'lar bordir. Ular uchun u yerda pokiza juftlar bor va ularni qalin soyalarga kiriturman. Imom Buxoriy rivoyati. Jannatga kiradigan birinchi guruh oydin to'lin oydek nur sochib turadi. Ulardan keyin kiruvchilar esa osmonda eng yorqin yulduzdek bo'ladi. Taqvolilar uchun va'da qilingan jannatning misoli, uning ostida anhorlar doimo joriy, mevalari va soyalari boqiydir. Bu taqvo qilganlarning oqibati mukofotidir. Kofirlarning oqibati esa do'zaxdir. Imom Muslim rivoyati.